Bugun bir dardlashaylik, iltimos. İchimga sig'may ketyapman. Masalan, qaynonangizni opalari bor-a? Qaynonangizni opalari siz yoningizga kelib, "Sen ishxonangda ishlayapsan. Shu kungacha qancha pul to'plading? Qancha bankka qo'yding? Qancha nima qilyapsan? Qancha to'plading? Kartangda hozir qancha pul bor?" desa g'alati emasmi? Nimaga bular shunaqa? Nima qiladi men qancha pul to'pladim, qancha bankka qo'ydim, qancha saqlayapman, qancha to'playapman, oyligimni qancha olyapman. Nima qizig'i bor xolamizga? Yaxshiyam qaynonam gapirsalar mayli tushunsam bo'ladi. Qaynonam bilan endi birga yashaymiz, ro'zg'orimiz bitta, endi bir-birimizga aytishimiz mumkin. Kariz xolamiz nimaga so'raydi? Bir tiyin berib qo'ymayapti-ku. Nimaga so'raydi? Kariz xolamiz bilan pochamiz kechami, kunimi uyimizga chiqib olib, meni o'rtalariga olib, shunaqa qilib so'rashdi. So'roq savol qilishdi. O'zimni ikki tomonimda esimda o'tirgandek his qildim, ishonavringlar. Sizlarda ham shunaqami?